Erjan Sanjiboyev, xususiy tadbirkor, biznesda musulmonchilik va qadriyatlar. Insonning qanday sharoitda tug'ilishi uning ixtiyorida emas, ammo qanday hayot kechirishi o'ziga bog'liq. Men 1985-yilda tug'ilganman. Aslida O'zbekistonda dunyoga kelgan bo'lsam-da, ko'chib ketganimizga 25 yildan oshdi. Hozirgi kunda Qozog'istonning Chimkent shahrida yashayman. Oshxona biznesi va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman. O'zbek tilida bemalol gaplasha olaman va fikrimni tushuntira olaman. Shuning uchun ham o'zbek tilida gapirish, yozish, tushuntira olish menga umuman muammo bo'lmagani sababli O'zbekistondan ustoz tanlab shu yerga keldim. Bizning oilamiz boy emasdi. O'rtahol yoki undan ham quyiroqdagi kambag'al oila desak ham bo'ladi. Otam sotuvchi edi. Shuning uchun men yoshligimdanoq faqat o'zim uchun harakat qilganman. Keyinchalik biznesda ham nimaga erishgan bo'lsam, birovning qo'llab-quvvatlovisiz faqat o'z mehnatim bilan erishdim. Bu taqdirdan norozi emasman. Aksincha, hayot meni tobladi, kuchliroq va jasurroq bo'lishga undadi. Bolalikdan boshimga tijorat ishlari bejiz tushmagan. Hayot meni biznesmenga aylantirdi desam to'g'riroq bo'ladi. Biznes haqidagi o'ylar va badavlat inson bo'lish orzulari menda yoshligimdanoq paydo bo'lgan. Ilk biznesimni bolalik chog'larimda, o'shanda 8 yoshda edim, pomidor sotishdan boshlaganman. Keyinchalik otam bilan birga Toshkentdagi Ippodrom bozoriga kelib, o'sha yerdan tovar olib ketib, savdoni davom ettirganman. Tizimli biznesga kirib kelishimdan ancha yillar avval qilgan bu ishlarim mening hayotimdagi ilk tadbirkorlik maktabi edi. Maqsadim faqat olg'a yurish, o'sish, imkoniyatlar darajasini oshirish va xalqqa nof tegadigan insonga aylanish edi. Vaqt o'tib, kattaroq biznesga qo'l urdim va katta pul topa boshladim. Biroq biznesim kengaygan sayin uni boshqarish muammosiga duch keldim. Pul topishdan emas, aynan biznesni boshqarishdan qiynala boshladim. Bu esa og'ir oqibatlarga olib keldi. Vazifalarni to'g'ri yo'lga qo'ya olmaganim uchun katta biznesim inqirozga uchrab, katta bankrot bo'ldim. Bu biznesga orqama-orqa ikkinchi biznesni yo'lga qo'ydim. Ishchilarga vazifalarni aniq va to'g'ri taqsimlay olmaslik, kirim-chiqim, hisob-kitob, oldi-berdi. Bularda yana muammo yuzaga keldi va avvalgisidan ham katta bankrotga uchradim. Zararim $100,000 dan ham oshib ketdi. Shundan so'ng biznesda bankrotga uchramaslik, rivojlanish va muvaffaqiyatlarga erishish uchun faqatgina harakat emas, bilim kerakligini angladim. Ustoz Ilhom Begimqulov akademiyasiga kelishdan avval ilk bor biznes ilmi bo'yicha boshqa biznes treninglarda o'qiganman. Biznes haqida ancha tushunchaga ega bo'lganimdan keyin ham bankrotga uchradim va shunda o'zimga haqiqiy ustoz qidira boshladim. Ishonch bilan aytamanki, ustozsiz biznesmen farasi yo'q mashinaga o'xshaydi. U faqat kunduzi yura oladi, ammo qorong'i tushsa, tamom, albatta halokatga uchraydi. Biznes olamida esa bir kun yorug' bo'lsa, boshqa kun qorong'ilik cho'kadi. Men endi shunchaki ilm beruvchi biznes treningchini emas, o'zimga haqiqiy ustoz axtardim. O'zimning talablarim bor edi. Bo'lajak ustoz shularga to'g'ri kelishi lozim edi. Ilhom Begimqulov esa aynan men o'ylagan ustoz bo'lib chiqdi. Talablarim bo'yicha ustozning qadriyatlari menikiga mos tushishi, u musulmon bo'lishi, biznesda musulmonchilikni to'g'ri qo'llay olishi, ayniqsa harom harish ishlardan yiroq inson bo'lishi kerak edi. Ilhom Begimqulov ustozlikda menga har tomonlama to'g'ri kelgani uchun ham uni tanladim. Ilhom Begimqulov akademiyasiga kelganimda men boshqa ustozlardan o'rgangan bilim bilan o'z biznesimni boshlab, ishimni anchagina yuritib qo'ygandim. Lekin eng katta muammom buni tizimga solish edi. Darsga kelib men tizim bilan ishlashni hamda kam harakat, kam xarajat bilan to'g'ri foyda olishni o'rgandim va shu narsani hozir ham qo'llab kelyapman. Harakat bilan xarajatni to'g'ri tashkil qila bilish va vaziyatni to'g'ri, aniq o'lchay bilish
akademiyada o'qiganimdan keyingi eng katta yutug'im bo'ldi. Bular ustozdan o'rgangan eng samarali bilimimdir. Masalan, avvallari $3000 savdo qilib, o'zimizga $500 sof foyda qoldirgan bo'lsak, hozirgi kunda $2000 savdo qilaman va yana o'sha $500 qoladi. Ya'ni, kam harakat, kam xarajat, lekin to'g'ri foyda. Biz endi odamlarga nima kerakligini va qanday kerakligini to'g'ri yetkaza bilamiz. Qaysi paytda nima bo'lishini bilib, o'z ishimizni shunga moslab tizimga qo'yib kelmoqdamiz. Menda biznes qilishda qo'rquv yo'q, chunki oldindan shu ishning ichida yurgan insonman. Lekin yo'lda to'siqlar bo'ladi. Bu to'siqlarni yengishda ustoz Begimqulov har doim o'z tavsiyalari va maslahatlari bilan menga yordam beradi. Ustoz bilan biz juda yaqin bo'lib ketdik. Bu esa meni biznesdagi qo'rquvdan yanada yiroqlashtirdi. Biznesda ham o'zimga ishonaman, ham ustozga. Avvalambor, Xudo deb harakat qilamiz. Va ustoz tanlaganimdan keyin biznesda qiyinchilik deyarli bo'lgani yo'q. Akademiyada menga eng katta ta'sir qilgan jihatlar kitob o'qishni boshladim va ustoz bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashga o'tdim. Ustozning bergan ko'rsatmalari bo'yicha men har kuni kitob o'qib, shu o'qiganlarimdan hisobot topshiraman. Kitoblardan olgan eng kuchli xulosam shuki, men avvallari har bir inson sotishni bilishi kerak. Sotishni bilsa, biznesi yurishadi deb o'ylardim. Ammo endi bildimki, biznesda sotishdan oldingi muhim jarayonlar bor ekan. Biz eng birinchi lug'atni, so'z boyligimiz to'g'rilashimiz lozim. Ikkinchidan, o'sha lug'atdagi so'zlar safini to'g'ri qo'yishimiz darkor. Keyin bu lug'atdagi so'zlarni qo'llab, yaxshi suhbat qura bilishimiz kerak. Kimki yaxshi suhbat qura bilsa, u yaxshi sota oladi. Yaxshi sota olgan odam esa yaxshi biznesga ega bo'lib, yaxshi oilaviy sharoitda yashashga erishadi. Xo'sh, nega o'qimagan tadbirkorlarga Ilhom Begimqulovdek ustoz kerak? Birinchidan, biznes nimaligini to'liq tushunish uchun. Ikkinchidan, biznesni qanday to'g'ri boshqarishni bilish va tizimga o'tkaza olish uchun. Uchinchidan, 7 yilda o'tiladigan yo'lni ustoz bilan bir haftada bosib o'tish uchun akademiyaga kelishlari va o'qishlari kerak. Shuning uchun har bir tadbirkorga biznesni anglash va qadriyatli bo'lish uchun albatta ustoz kerak, deyman. Ilhom Begimqulov akademiyasida o'qib, ishni shunday tizimlashtirdimki, endi men ishda bo'lishim shart emas. Biznesimning o'zi yura oladi. Joriy qilingan bu tizim natijasida biznesim men bormayapmanmi, yo'qmanmi, avtomatik ishlash tizimiga tushdi. Natijada men endi har bir xodimning boshida turmayman. Har kim o'z ishini o'zi bilib qiladi. Va menda o'z biznesimdan bo'sh vaqt o'tdi. Endilikda boshqa bizneslarimni yo'lga qo'yish va kuchaytirish bilan shug'ullana boshladim. Yana shuni ta'kidlamoqchimanki, maxsus biznes bilim olmaganlar o'zini biznesmen deb hisoblaydi. Lekin ular biznesmen emas. Shunchaki o'zini o'zi ish bilan ta'minlovchi ekanini tan olishlari kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi shuki, ular biznes bu bizsiz ishlaydigan tizim ekanini tushunishmaydi. Uchinchisi, inson o'qimasdan biznes boshlab, hammasini o'zi qilishi mumkin, ammo juda ko'p vaqt yo'qotadi va kutgan foydasini topmaydi. Ilhom Begimqulov akademiyasida o'qimasimdan avval ko'plab imkoniyatlarni ko'ra bilmasdim. Masalan, men bir uskuna sotib olishim kerak edi, lekin puldan muammo bo'lib qoldi. Bu uskuna bizning ishimizni 30% ga yengillashtirish imkoniyatini berardi. Nima qilish kerak? Uskuna uchun ortiqcha mablag'ni qayerdan topsam bo'ladi? Bu Ilhom Begimqulov akademiyasida tahsil ola boshlagan kezlarim edi. U yerda ustoz menga odamlar bilan to'g'ri muzokara olib borish, to'g'ri suhbat qurish bo'yicha darslar o'tgach, o'sha uskunani texnika olib kelib o'rnatdim. Ya'ni pulini bo'lib to'lash sharti bilan. Bu
to'g'ri muzokara o'tkazish tajribasining shakllanganidir. Ko'pchilik tadbirkorlar aytadi: "Falon narsa kerak. Agar pulim bo'lganida olardim, lekin pul yo'q." Akademiyada o'qish jarayonida men buni pulsiz ham uddalash imkoniyatini topdim. Ilhom Begimqulov akademiyasi men uchun yana nimasi bilan ahamiyatli? Bu yerda avvalo men biznes va biznesmen qadriyatlari bo'yicha bilim oldim. Qolaversa, akademiyaga kelgan boshqa tadbirkorlar bilan suhbatlashib, kelajagim uchun kerakli fikrlar bilan o'rtoqlashdim. Bu yanada kuchli bo'lishimga imkoniyat berdi. Yana bir muhim jihati, akademiyada o'qib nafaqat biznes tomonlama, balki o'z shaxsiy hayotimizda ham juda katta o'zgarishlarga erishdim. Qiladigan ishi, taqsimlangan vaqti, oilasiga munosabati va sog'lig'iga e'tibori to'g'ri bo'lgan odam bu muvaffaqiyatli odamdir. Hozirgi paytda biznesim bilan birga sog'lig'imni ham yo'lga qo'yib bo'ldim. Oilam tinch, Xudoga shukr. Vaqtni taqsimlashda ozroq qiyinchiliklar bor. Lekin buni ham sekin-asta yo'lga qo'yib kelyapman. Birinchi biznesim 100% ishlayapti. Ikkinchi kichik biznesim ham yurishib ketdi. Agar vaqt o'rtga qaytsa va hammasini boshidan boshlashga to'g'ri kelganida, men albatta biznesni ustoz bilan boshlagan bo'lardim. Hayotimda shunday vaqtlar bo'lganki, ishlarim juda yurishib ketib, qo'limda juda katta pullar to'plangan. Biroq o'sha vaqtda yonimda menga yo'l ko'rsatadigan ustoz bo'lmagani uchun yutqazdim. G'urkirab rivojlanayotgan biznesim sindi, bankrot bo'ldim. Nafaqat biznesdan daromadlarimdan ayrildim, hatto katta qarzga ham kirdim. Bularning hammasi ustozsizlik oqibatlari edi. O'shanday ustozim bo'lganida edi, o'sha pullar va imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, hozir juda katta biznesmenga aylangan bo'lardim. Akademiyada o'qimasdan tadbirkorlik qilib, ishlari yurishib ketgan va katta pul topayotganlarga yoki endigina biznesga kirib kelganlarga barchaga aytamanki, siz qaysi darajada bo'lishingizdan qat'iy nazar ustozingiz bo'lsin. Aks holda bir kun kelib xatolarga yo'l qo'ysangiz, sizga bankrotlik xavf soladi. Bu esa qayta oyoqqa turguncha vaqt yo'qotish, qarzga kirish va asabni ishdan chiqarish deganidir. Ushbu kitobni o'qiyotganlarga Jon Rokfellerning bir gapi bilan maslahat bergan bo'lardim. Pulingiz bormi? Biznes qiling. Pulingiz yo'qmi? Biznes qiling. Muammongiz bormi? Biznes qiling. Agar o'zimning gapim bilan maslahat berish kerak bo'lsa, shuni aytardimki, siz shu kitobga qiziqibsizki, shu kitobni ochib o'qiyapsizki, demak, sizda kelajak bor. Biznesni boshlang. Hech narsadan qo'rqmang va albatta yoningizda ustozingiz bo'lsin. Men ustozsiz biznes qilib, hammasini joy-joyiga qo'ygunimcha naqd 8 yil vaqt sarfladim. Agar boshidayoq ustozim bo'lganida edi, buncha vaqt yo'qotmasdim. Va hozir umuman boshqa darajaga chiqqan, umuman boshqa inson bo'lardim. Agar siz ham bitta xatoyim 8 yillik umrimni olib qo'ymasin desangiz, yana takrorlayman. Ustozingiz bo'lsin, tizimli va to'g'ri biznesni yo'lga qo'ying. Buning uchun esa sizga bilim kerak. Bilim kerak ekan, Ilhom Begimqulov akademiyasida o'qing. Biznes shunday narsaki, u faqat siz o'ylab topgan pul manbai emas. Biznes bu odamlarning muammosini yechish, ularga yordam berish va yaxshilikni ko'proq tarqatish imkoniyatidir. Biznesmen aslida kim? Bir narsani olgan va sotgan odam haqiqiy biznesmen emas. O'zi xohlagan narsani ishlab chiqargan odam ham haqiqiy biznesmen emas. Faqat o'z istaklariga erishgan odam ham biznesmen emas. Biznesmen bu avvalambor o'zining atrof muhitini o'rganib chiqib, atrofdagi odamlarning muammosini tahlil qilib, o'sha muammolarga yechim bergan odamgina haqiqiy biznesmendir. Shu xalqning
Shu odamlarning muammolarini ko'ra olgan va yechim bera olgan odamgina haqiqiy biznesmen. Ustoz Begimqulov bilan biz to'qqa chiqdik. Xorazmga bordik. Qozog'istonga bordik. Qirg'izistonda bo'ldik. Ustozning menga juda kuchli yoqqan tomonlari, kechasi nechagacha o'tirib qosholsak ham, ertalab barvaqt turib ijobiy kayfiyat bilan yo'llarga chiqishi va yigitlar bilan bir davrada bo'lishidir. Biz u kishining shogirdimiz, lekin bizdan ham maslahat so'rab turishi menga kuchli ta'sir qildi. Har bir kundan to'g'ri foydalanishi ham menga juda yoqdi. Shu o'rinda otamning bir gapini aytib o'tishni lozim topaman. Otam yoshligimda aytgan. Bu gapdan hatto ustoz o'zining slaydlarida ham foydalangandi. Ishni jinni ham qiladi. Sen boshqarishni bilishing kerak. Biznesmenning qiladigan eng katta ishlardan biri bu boshqarishdir. Biz o'z hayotimizdagi o'zimizga tegishli barcha narsalarni boshqarishni bilishimiz kerak. Kimdir haydovchi bo'lsa, u mashinani boshqarishni bilishi lozim. Kimdir o'qituvchi bo'lsa, bolalarni boshqarishni bilishi kerak. Bankir pullarni boshqarishni uddalashi lozim. Har bir odam esa o'z-o'zini boshqarishni bilishi shart. Lekin faqat ishi qilish kerak degan maqsadda qolmang. Ishni agar jinni odamga to'g'ri tushuntirib bera olsangiz, jinni ham u ishni qila oladi. Otam ishni jinni ham qila oladi. Sen boshqarishni bilishing kerak. Shuning uchun kallangni ishlat, deb bejiz aytmagan ekan. Ustoz Ilhom Begimqulov akademiyasida o'qiyotganlardan men har tomonlama xursandman. Hech bo'lmasa, bitta odamga yordam bera olsak, bu undanda yaxshi. Agar mendan nima uchun bu akademiyada qayta-qayta o'qiyapsiz? Nima uchun ustozning yonidan ketmasdan yuribsiz? Maqsadingiz nima? deb so'rasangiz, o'zi aslida 2 oydan keyin biz ketib qolsak bo'ladi. Men mart oyida kelgan bo'lsam, mana 6 oydan beri shu yerdaman. Maqsadim biznesni to'liq, har bitta harfini o'rganib chiqish. Qayerda nuqta, qayerda virgul bo'lishini o'zlashtirishdir. Keyin shu bilimni o'zimning atrofimga, qarindosh urug'larimga, o'shni o'g'aynimga to'g'ri o'rgatib, o'zim yashayotgan muhitga manfaat ulashish. Ularga to'g'ri va foydali biznes yaratishni o'rgatish. Zero bu hayotda insondan faqat yaxshilik qoladi. Qozoqlarning shunday go'zal xalq maqoli bor. Donolik ulug' gaplarni gapirgan odamga emas, kichkina narsadan katta musibat kelishini ko'ra olgan odamga keladi. Aytmoqchimanki, siz biznesingizdagi kichkina, ehtimol u e'tiborga unchalik molik emasdek tuyulgan narsaga ham ahamiyat berishingiz, kelgusida undan katta muvaffaqiyat keladimi yoki katta musibat keladimi? Shuni oldindan ko'ra olishingiz kerak. Xulosa. Ishni jinni ham qiladi, boshqarishni bilish kerak. Erjan akamizning otasidan qolgan oltin qoida edi. Lekin u bu haqiqatni anglab yetishi uchun 2 marta bankrot bo'lishi, $100,000 dan ortiq mablag' va 8 yillik umrini yo'qotishiga to'g'ri keldi. U tinimsiz mehnat qilardi, lekin biznesi o'smasdi. Sababi oddiy. U biznes egasi emas. O'z korxonasining eng qimmat yo'llanma ishchisi bo'lib qolgandi. Akademiyada biz unga rulni qo'liga berdik. Natijada u ko'p ter to'kib, kam topish rejimidan chiqdi. Hozir u jarayon ichida emas, jarayon tepasida. Sizga maslahatim: agar biznesingiz faqat sizning ishtirokingizda ishlasa, siz tadbirkor emassiz. Siz shunchaki o'zingizni ish bilan ta'minlabsiz xolos. Xatolaringiz 8 yillik umringizni yeb qo'ymasdan avval tizimni quring. Xulosa. 1. Ushbu shogird hikoyasidagi qaysi fikr yoki vaziyat xuddi siz uchun aytilgandek bo'ldi? 2. Shogirdning qaysi to'g'ri harakatlarini aynan hozir biznesingiz yoki hayotingizda qo'llashingiz mumkin? 3. Aynan shu hikoyadan xulosa qilib, biznesingiz yoki hayotingizda qaysi kichik o'zgarishni amalga oshirasiz?